Uy sharoitida tana haroratini o'lchash. Tana harorati qanday o'lchanadi? Ko'pincha bitta qo'ltig'ida o'lchashadi. Bolalarni bu xato. Ikkita qo'ltig'ida o'lchashni tavsiya qilaman. Agar temperaturasi 38,5 dan oshadigan bo'lsa, bu qanaqadir organizmda yallig'lanish jarayoni kechyapti degan xulosani berishi mumkin. Agar bitta qo'ltig'ida 37, ikkinchi qo'ltig'ida 38,5 bo'ladigan bo'lsa, bu nevrologik kasallik asorati hisoblanishi mumkin. Birinchi navbatda temperaturani qandayligini bilishimiz kerak. Ya'ni isitma ikki xil bo'ladi. Oq isitma hamda qizil isitma. Qizil isitmada butun badani qizib ketadi, terisi qizaradi va tana harorati 38,5 dan baland bo'ladi. Bunda biz birinchi navbatda rastирание qilamiz, ya'ni suyuq sovun hamda suv bilan bolani tanasini artib olamiz va uni kutamiz temperaturasi tushishi. Shunda ham tushmasa, ibuprofen hamda paracetamol tarkibli preparatlardan foydalanishimiz mumkin. Bularni ham 8 soat vaqt oralig'idan kam bo'lmagan taqdirda qo'yishingiz mumkin. Oq isitmada bolada nabarot terisi sovib ketadi, oqarib ketadi. 38,5 dan oshib ketishi mumkin isitmasi. Bunda nima qilinadi? Rastирание qilmaymiz, nabarot uni issiq ko'rpalar bilan o'raymiz, issiq kiyintiramiz hamda iliq suv ichiramiz. Va lozim bo'lgan taqdirda paracetamol hamda ibuprofen tarkibli preparatlardan foydalanishimiz mumkin. Va albatta pediatr ko'rigiga tavsiya qilaman.